Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim. Tarixdan beri her 100 yilda bir qatim dunyo xarakterlik cho'ng urushlar yuz berdi. Davlatlarning kuch tepqonliklari buzilib, nihoyat qo'rqinchli voqealiklar yuz berdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin mana bugun biz Sharqiy Turkistonliklar ham dunyoning eng razil va iflos tajovuzchi dushmanlari tarafidan vatanimiz Sharqiy Turkistonning ishg'ol qilinganligiga 100 yil bo'lishga yaqinlashyapti. Kunimizda qaraydigan bo'lsak, dunyoning har qaysi joylarida, farqli davlatlarda har xil urushlar va tahdidlar yuz beryapti. Buningga dunyoning eng kuchli davlatlari qo'l tiqyapti. Belki bu 3-Dünya urushining boshlanishi bo'lishi mumkin. Qadimdan tortib dunyoga hukmronlik qilayotgan davlatlarning kuchini shu davlatning askarlari va qurol-yarog'lari belgilab kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi zamonimizda davlatlarning kuchini faqat shu davlatning askari va qurol-yarog' kuchidan emas, balki iqtisodiy va yuqori fan texnikasi va shuningga aloqador nurg'unlagan masalalar bilan zich munosabatli bo'lib kelmoqda. Ikkinchi dunyo urushidan keyin taraqqiy qilgan va kuchli davlatlarning hech biri urush tahdidi bilan qarshilashmasa-mu, har yili necha milliard dollar iqtisodiy mablag'ni faqat askari va qurol-yarog' sohasiga sarf qilmoqda. Chunki kuchli davlatlar xalqaro diplomatik munosabatlarda alohida imtiyozlarga ega bo'lish uchun va kichik davlatlarni o'z changaliga kirgizib uchun o'zining qurol-yarog' va askari kuchi orqali tehdit silib o'z niyat maqsadlariga yetib kelmoqda. Bugun biz 3-Dünya urushini boshlatish ehtimolligi bo'lgan dunyoning eng kuchli 5 davlati bilan rasmiy tanishib chiqaylik. Butun dunyo tarafidan davlatlarning iqtisodini va qurol-yarog' kuchini belgilab kelayotgan dunyodagi eng kuchli davlat deb qaralayotgan Amerika o'zining askari va qurol-yarog' sohasiga har yili 800 milliard dollar mablag' soladi. Bu mablag' normal bir davlatning o'z askari va qurol-yarog' sohasiga solgan mablag'ning 10 hassasidan oshib ketadi. Amerikaning har vaqt jangga tayyor turadigan aktiv askari qo'shinning soni taqriban 1,5 millionga yetadi. Bu askarlar dunyoning eng yuqori saviyadagi ta'lim, tarbiya va askari mashqni o'tgan deb qaraladi. Uningdan boshqa Amerikaning 2000 dan ortiq urush aeroplani, 39253 urush bronyoklari, eng muhimi 11 dona urush aeroplani to'shig'ich kemasi bor. Bu paraxodlar nihoyat muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib, dengizdagi urush aeroplanining bazasi deb ataladi. Bu paraxoddan dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarida faqat bir talla bo'lib, Xitoydagi bu paraxodni 2001-yili Xitoylar Ukrainadan setib olgan. Bu paraxod 2-Dünya urushida kaddan chiqqan bo'lib, eski tuskiga aylanib ketgan. Xitoylar bu paraxodni setib olish orqali qaytadan remont qilib, zinnatlab, suvda mang'araydigan holatga olib kelgan. Bu paraxodlarning har biri 80 dona urush aeroplanini to'shay oladigan bo'lib, dengizdagi havo armiya bazasi deb ataladi. Yana uningdan boshqa Amerika odam shaklidagi askariy mashinlarni, hayvon shaklidagi askariy mashinlarni yasashda aktiv ahamiyat bermoqda. Amerika dunyodagi qurol-yarog' savdosining 36%ni kontrol qilgan. Ya'ni dunyodagi barliq davlatlarning tang 20 ni qurol-yarog' bilan ta'minlaydi desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Amerikadan eng ko'p sotilgan qurollari bo'lsa, urush aeroplani, tikuchar, jasus aeroplan va har xil tipdagi raketalar. Amerika bu qurol-yarog' savdosi orqali yuqori summali iqtisodga erishadi va urushlarning natijasiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan birlikda xalqaro yuqori imtiyozga ega bo'ladi. Dunyodagi 2-numurlik eng kuchli davlat deb qaralayotgan davlat bo'lsa Rossiya. Rossiyaning askariy va qurol-yarog' haqidagi sonliq ma'lumotlarni oldingi programmada, ya'ni 3-Dünya urushi boshlanish oldida degan videoda to'liq bayon qilgandim. Sovetlar birligi parchalangandan keyin Rossiya nihoyat ojizlashib ketgan edi. Putin taxtga o'tirgandan keyin Rossiyaning yana bir qatim dunyoga hukmronlik qilish kerakligini o'tirib qo'ydi va Amerika boshchiligidagi nurg'unlagan davlatlarning jazo yurgizilishiga qaramay nurg'unlagan raketa va bombalarni yasab chiqdi va dunyoning ikkinchi cho'ng qurol-yarog' savdogariga aylandi. Rossiya butun dunyodagi qurol-yarog' savdosining 21%ni egallaydi. Uningdan boshqa Putin 2020-yili Rossiyaning mudofaasi va qurol-yarog' sohasi uchun 48 milliard dollar mablag' solgan. Rossiyaning har vaqt urushga tayyor bo'lgan aktiv 1 milliondan ortiq askari bor bo'lib, Putin bu askarlarni dunyodagi qaysi bir davlatda urush bo'lsa, shu davlatga evatish orqali shu davlatlarda yuqori imtiyozga ega bo'ladi va yuqori summali iqtisodlarni qozonadi. Uningdan boshqa ishib qolgan raketa bombalarini sinab qilish orqali yuqori tajribalarga ega bo'ladi. Rossiya tanki ishlab chiqarishda va yadro qurol ishlab chiqarishda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ammo urush aeroplani va jasus aeroplani ishlab chiqarishda jiq taraqqiy qilib olmadi. Dunyodagi 3-numurlik eng kuchli davlat deb qaralayotgani bo'lsa, biz Sharqiy Turkistonliklarning ashaddiy va abadiy dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilaridir. Aslida askari va qurol-yarog' jihatda hech qancha kuchi bo'lmagan, ammo xalqaro matbuotlarda o'zini kuchli ko'rsatishga tirishayotgan qog'oz yo'lbars Xitoy biz oldimizdagi bir necha yil ichida dunyodagi eng kuchli qurol-yarog'larga va dunyodagi eng kuchli askariy qo'shinga ega bo'lamiz deb jar solmoqda. Amerika va Yevropa ellari bo'lsa Xitoy tajovuzchilarining kuchlanib ketishini dunyoga tahdid deb qaramoqda. Xitoy tajovuzchilarining askariy qo'shinining soni dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turib 2 milliondan ortiq askari bor.
bu askerlar hech bir zaman amaliy jangga qatnashib bo'lmagan bo'lib, faqat yeb ketishdan boshqani bilmaydi. Xitoy tajovuzchilarining mayli qurol-yarog' sohasida bo'lsin, askariy sohada bo'lsin, tilga og'uchligi yo'q. Uning uchun 4-numurlik dunyodagi eng kuchli davlat deb qaralayotgan Hindiston o'tib ketayli. Dunyo bo'yicha 4-numurlik eng kuchli davlat deb qaralayotgan Hindiston o'zining abadiy va ashaddiy dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilarining hujumiga qarshi har yili Amerikadan nurg'ulg'an qurol-yarog' ve urush aeroplanlarını setib oladi. Uningdan boshqa Hindistonliklar askar bo'lishga nihoyat qiziqadigan bo'lib, ixtiyoriy askar bo'lib xizmat qilganlarning soni dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinda turdi. Hindiston Xitoydan qolsalar dunyo bo'yicha eng ko'p qo'shinga ega bo'lgan davlat bo'lib, 1,5 milliondan ortiq aktiv askari bor. Hindiston har vaqt Xitoy va Pokistonning hujum tahdidi ostida bo'lg'achqa, topgan pulning hammasiga qurol-yarog' setib oladi. Yaqinqi bir necha yil ichida o'zi yerlik qurol-yarog' va aeroplanlarni yasash uchun nurg'unlagan mablag' soldi. Dunyo bo'yicha 5-numurlik eng kuchli davlat deb qaralayotgani yana Xitoyning abadiy dushmani Yaponiya. Yaponiya 2-dunyo urushida Xitoy tajovuzchilarini yer yuzidan supurib tashlashga ozli qolgan edi. Amerika atom bombasi etish orqali Yaponlarni mag'lub qildi va Xitoy tajovuzchilarini qutqizib qoldi. Amerika hozir Xitoy tajovuzchilarini qutqizib qolganligiga nihoyat pushaymon qilmoqda. 2-dunyo urushida Yaponlar qattiq mag'lub bo'lgandan keyin Yaponlarning askariy qo'shin to'plash huquqi ep tashlangan. Hatto har qanday vaqtda boshqa bir davlatga tunji bo'lib urush boshlash huquqi ep tashlangan. Yaponiya bu xil cheklamalarga qaramasdan har xil ism almashtirish orqali bexatarlik organlari nomida 250 mingdan ortiq askariy qo'shinga ega. Uningdan boshqa Yaponiya har yili 100 milliard dollardan ortiq mablag'ni faqat askariy va qurol-yarog' sohasiga ishlatib kelmoqda. Biz yuqorida sanab o'tgan 5 davlatning 3i, ya'ni Amerika, Hindiston, Yaponiya Xitoyga qarshi. Biz sanab o'tgan 5 davlatning ikkisi bo'lsa, Xitoy va Rossiya bu 3 davlatga qarshi. Xitoy har yili Tayvanni qurolli ishg'ol qilish uchun matbuotlarda har xil tahdidlarni va axborotlarni e'lon qilmoqda. Biz bu ma'lumotlar bilan birga shuni esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerakki, urushlarning natijasini faqat askar va qurol-yaroqlar emas, balki shu davlatning, shu xalqning jasorati va aql farosati belgilaydi. Ba'zi urushlarda bir pay o'q atmay turibmi g'alaba qilib bo'ladi. Zamonimizdagi barliq taraqqiy qilgan va kuchli davlatlar har zaman insonparvarlik, haqiqat, adolat va tinchlik shuari to'laydi. Ammo o'zi har yilliga topgan pulsining hammasini insonlarni o'ldiradigan qurol-yaroqlarni yasashga ishlatadi. Biz Sharqiy Turkistonliklar ham o'z adolatimizni, hurriyatimizni va mustaqilligimizni qo'lga keltirish uchun har vaqt kuchli bo'lishga tirishishimiz kerak. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.